Assalomu alaykum, Imronbek Industry kanalining obunachilari. Hammalaring yaxshimisizlar? Bizda Xudo xolasa hammasi go'zal. O'rdalarimiz mazza qilib damlab yotishibdi, qorni to'q. Ovqatlarni donlarni berdik. Jag'ildonlarni ishirib olishib yotishibdi. Mana bassellarda cho'milib chiqib. Qo'yinchalarimiz ham katta bo'lib qoldi. Endi bir haftalardan keyin syomka qilamiz. Hozir endi bittasini esa juni chiqib qolibdi. Oq o'rdaklarimiz Xudo xolasa hademay tuxumga kiraversa, oppoq jo'jalarni ochib bersa, bu olib kelganda jo'jaydi, tuladi bu ham. Olamiz chiroyli go'zal. Kecha bitta qarindoshimizga bordik. Uyda kanaraka qushlari bor ekan. Podvalda bir chekkada yotgan ekan. Bering o'zim qarayman desam bo'pti deyishdi. Keyin pastor fikrlardan qaytib qolishdi. Havosib qoldi endi o'zimiz qaraymiz, sayrayapti deb qolishdi. Bu qushlar ham hech sayramaydigan qushlar, so'ragan paytimda sayrayveradi. Mayli, Xudo xolasa bolalarni olamiz inshaalloh. Ko'paytiramiz qushlardan ham. Do'stlar, bugungi mavzumizni yoshlar haqida gaplashamiz. Hozirgi yoshlar ko'proq nima bilan qaysi yo'nalish qarab yurib ketyapti. Men ko'p ko'rib qolyapman, hozirgi yoshlarimiz ko'pi AliExpress, qimor o'yinlariga qarab ko'p yoshlar ketyapti. Bu yaxshi emas. Bolalarni to'g'ri tarbiyalashimiz kerak. Unaqa harom yo'llarga yurgizmasligimiz kerak. Buning uchun chalg'itishimiz kerak bolalarni. Hozir mana o'ynab turgan yoshlarga tavsiya beraman o'zim. Kuniga 100 ming, 50 ming, 200 ming qanchadir miqdorda misol pul tashab, kupon qilasizlar, boshqa qilasizlar, boshqa o'yinlar o'ynaysizlar, baribir bo'lmaydi, o'tmaydi, bir pul ketaveradi. Undan shu 100 ming, 50 ming pullaringga bitta joyda qilib qo'yman, bunaqa o'rdaklardan olib, kuniga bo'lmasam hech yo'q 2 kunda, 3 kunda bir olib tashab tursalaring. Endi bir do'stona maslahat barcha yoshlarga. Ham o'zlaring ko'rganlaringdan yegalangdan bo'ladi, ham daromadlar shunga sarflagan pullaring to'planadi, ko'payadi. Ham bular ertadan keyin jo'ja ochiq chiqsa daromad bo'ladi. Ham halol bo'ladi, eng asosiysi. Topgan pullaring halol bo'ladi. U halol pulni bemalol oilalaringni, bola chaqalaringni bemalol bir go'sht olib kelib shayshlik qilishlaring mumkin, orttirib. Endi misol deyman-da. Farzandlaringga sarflashlaring mumkin. Bir YouTube'ga kirib har qanday ko'zim tushib qoladi. Shu qimor o'yinlariga stream qiladiganlar bor, shularni ko'rib qolsangiz, necha mingta, 5 mingta, 6 mingta odam ko'rib o'tiradi o'shani. Nima mazza topasizlar? Ko'rganlar bilan baribir pul sizlarga bermasa, sizlarga buyurmasa, undan ko'ra mana shunaqa parandachilikka pul sarflasalaring, eng avvalo pulni to'g'ri sarflash kerak deb o'ylayman. Mana shunaqa immuniteti baland bo'lgan, tez kasal bo'lib qolmaydigan bo'lgan o'rdaklardan boshlaslaring, 10 ta makon, 3 tamni xo'roz qilib qo'ysalaring, urug'lanish hisobiga ham zo'r bo'ladi. Bu yil shunchaki bahorda hozirdan olib tashlasalaring, shuni kuzga borib o'sha narsa agar Alloh baraka bersa, u 400 ta, 300 ta ham bo'lib ketishi mumkin. Uni endi qishi bo'yi sotib, qiynalmay mana maza qilib yashasizlarda. Makonimiz qochib ketdi nimagadir. Xullas do'stlar, shunaqa tavsiya beraman. Yoshlarga, ota-onalar diqqatliroq bo'linglar. Bolalar ko'payib ketyapti bu holat. Yoshlarimiz qaytarishimiz kerak. O'rtasini o'rtaga o'ynasa, ikkinchisi tomosha qilib, o'shaning orqasidan men ham o'ynayman, men ham yutaman degan fikr kelib qolib, shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti, ko'p kuzatilyapti. Yoshlar o'zini o'ldirib qo'yyapti, katta pullar yutqizib qo'yib. Bu yerda qonni kattalar qonini to'ydiramiz deb
Bizni kelajagimiz mana bo'lib ketmasin. Shunga diqqatliroq bo'linglar do'stlar. Undan ko'ra foydali narsalarga ko'proq chalg'itinglar bolalarni. Bekor yurmasin yoshlar. Halol pul topishni ta'kidlaverish kerak ko'proq. Haromligini miyasiga quyish kerak bu o'yinlarni. Mana o'tirib, Allohga shukr, o'tirib, ozgina daromad sarflangan. Bu berayotgan turgan odamga ruhiy damni o'zi juda ham katta foyda keltiryapti men o'zimga. Oilamiz bilan hammamizga mana qo'shimcha ish, qo'shimcha daromad. Kim vaqti bo'sh bo'lsa tushadi, donini beradi, ag'darni tozalaymiz. Sharoitlarni qilib qo'ydik, mana qo'ldan kelgancha hali yana qilamiz. Sekin-sekin musulmonchilik asta-sekin. Endi nima bo'lsa ham go'zallik, halollik hammasi. Shunda Alloh baraka beraveradi. Buni go'zalligini qarang. Ko'zlari munchoq bo'lib turishini qarang. Ya Alloh, senga shukr. Jag'ildon juda ishib ketib, bu ham nimalar qilyapti. Katta xo'rozimiz bu eng katta xo'rozimiz. Bu qora boshimiz ham juda katta. Aqldoqlarimiz ham 5 taligacha turibdi. Hozir so'ygimiz ham kelgan yo'q, sotkimiz ham kelgan yo'q. Logashni eplab turibmiz. Makyo'llarimiz ko'tancha osilib qoldi, hademay tuxumga kirib bo'ladi. Bular tuxumni ham qo'shib ochirib, qo'shib sotsak, qo'shimcha daromadi va aqldoqlar nisbatan bularga ko'proq tuxum qo'yadi. Ham tuxumi urug'langan, xo'rozlar zo'r bosyapti ularni. Lekin endi kelamiz, qandaydir to'xtab qoldi, havo isishini kutyaptimi? Yana ozgina kerakmi, vaqt kerakmi? Mayli, endi har bir ishda unum bo'lishi uchun sabr toqat. To'g'ri, umid qilasiz, katta narsani kutasiz. Endi bu qancha katta bo'lishi, qanaqa bo'lishi Allohdan. O'z vazifamizni qilamiz. Qornini to'qlaymiz. Endi ag'i Allohdan. Bizga shu ovqatlar ham ancha arzon tushyapti, qo'choqlarni olib kelyapti. Ertalar bir mahal shu har aralashma don bilan kepakda aralashtirib berilyapti. Ertalar bir mahal. Bu shu kuni bo'yi kecha po'choq, o karam, so'zi po'choq, bodring sal po'choq, har xil po'choqlar yeyapti. Endi baliq olib kelib pishirib beray desam, ko'p borsam baliq bo'lmayapti hali atrofda. Rizq ekan, rizq nasib. Do'stlar, barchalaringga omad, ishlaringga rivoj, Alloh hamisha qo'llasin, barchamizni haq yo'ldan adashtirmasin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Videoni shu kecha ko'rgan bo'lsangiz, haqiqiy muxlisimiz ekansiz, like bosing. Yangi ko'rganlar podpiska bosing. Kanal rivojini uchun bu kanalni kuchaytiramiz, xudo xolasa. Bu kanalni kuchaytirishdan maqsad avvalambor yoshlarimizni to'g'ri yo'lga nima qilish. Birinchidan, ikkinchidan charchagan miyalarga dam berish. Endi ishqilib maqsad faqat yaxshilikka, halol ishlar. Negativ yozadiganlar negativ yozmanglar. Bu sizlarga negativ yozadigan joy emas. Bu negativni bor shu qimor o'yini qiladiganlarga yozaveringlar. Biz endi qo'ldan kelgancha tajriba bo'yicha ketyapmiz endi biz. Bizni naborot qo'llab-quvvatlasalaring, xudo xolasa, mana shu videoni kelajakda yoshlarimiz ko'rib qolsa, to'xta deb, men ham shu ishni qilaman deb bel bo'ylab ozgina olib kelib ko'paytirib daromad qilib, mana shu narsadan balki
Misol o'zlaring o'ylanglarda hozir minimalniy normalniy o'rdak mana indekski 100 ming hisoblaylik. 10 mingtagacha ko'paytirib olinsa 1 milliard pul bo'ladi. 1 milliard pulga normalniy pul. To'g'ri, endi biz ham hali u pullarni ko'rganimiz yo'q, Alloh nasib qilsa. Harakat qilib ko'ramiz mana shu narsalarni. Barchamizga omad tilaymiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.